Assalomu alaykum. Mavzu yodotometriya titrlash usulida qaytaruvchilar va farmatsevtik preparatlarning miqdorlarini aniqlash usullari. Reja. Yodotometriya haqida umumiy tushuncha. Yodometriya usullarining kimyoviy asosi. Qaytaruvchi moddalarni aniqlashda yodometriyaning qo'llanishi. Farmatsevtik preparatlarning miqdorini aniqlashda yodometriya usuli. Amaliy qo'llanishi, qiziqarli faktlar va xavfsizlik choralari. Yodometriya haqida umumiy tushuncha. Ion 2, ion 1. Yodometriya bu volumetrik analiz usullaridan biri bo'lib, unda yod 2 yoki yodid ionlarining oksidlovchi yoki qaytaruvchi xossalari asosida titrash amalga oshiriladi. Yodometriya haqida umumiy tushuncha. Yodometriya bu volumetrik analiz usullaridan biri bo'lib, unda yod 2 yodid ionlarining oksidlovchi va qaytaruvchi xossalari asosida titrlash amalga oshiriladi. Yod bilan titrlash ikki xil yo'nalishda olib boriladi. To'g'ridan-to'g'ri yodometriya ion 2 bilan titrlash oksidlovchi sifatida. Yodometriya natriy is2O3 natriy tiosulfat yordamida yod miqdorini aniqlash qaytaruvchi sifatida. Yodometriya usullarining kimyoviy asosi. Yod kuchi oksidlovchi bo'lib, ko'plab qaytaruvchi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi. Asosiy reaksiya. Ion 2 + 2. 2 ion natriy is2O3 bilan titrlashda bu reaksiya yordamida erkin yod miqdori aniqlanadi. Qaytaruvchi moddalarni aniqlashda yodometriyaning qo'llanishi. Yodometriya orqali quyidagi qaytaruvchi moddalar miqdori aniqlanadi. Askarbink kislotasi, S-vitamin, SO2 va uning tuzlari, masalan, natriy sulfat, temir 2 ionlari, misol, askarbink kislotaning yod bilan titrlanishi.
Farmatsevtik preparatlar miqdorini aniqlashda yodometriya usuli. Farmatsevtik preparatlarda yodometriya asosan askorbin kislotasi, tabletkalar, natriy tiosulfat, eritmalar, kaliy yodid mavjud bo'lgan dorilar, natriy metabisulfat moddalari uchun qo'llaniladi. Bu preparatlarning miqdori indikator kraxmal yordamida aniqlanadi. Kraxmal indikator sifatida yod bilan ko'k rangli hosil qiladi. Bu titrlash tugagan nuqtani aniq ko'rsatadi. Amaliy qo'llanishi, qiziqarli faktlar va xavfsizlik choralari. Qiziqarli faktlar: yod qadimda yaralarni dezinfeksiya qilishda keng ishlatilgan. Hozir esa analitik kimyoda eng muhim reagentlardan biri. Kraxmal indikator yod bilan ko'k rangli kompleks hosil qilgani uchun yodometriyada juda qulay. Askorbin kislotaning miqdori oddiy titrlash bilan tez va arzon aniqlanadi. Bu uni ommaviy nazoratda foydali qiladi. Xavfsizlik choralari: yod bug'lari og'ir va tirnash xususiyatiga ega. Shuning uchun titrlashni shamollash tizimi bo'lgan joyda bajaring. Va boshqa reagentlar bilan ishlaganda qo'lqop va himoya ko'zoynaklari taqish zarur.